Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Mana navbatdagi Toshkent Moskva направленияsi yo'lovchilar barchalik keldi. Hozir avtobus poslatga qo'yiladi va yo'lovchilarni jo'natish boshlanadi. Bizda уже dushanbadan shanbagacha reyslar muntazam ravishda amalga oshmoqda. Kimdan kim Toshkentdan Moskvaga ketmoqchi bo'lsa, dushanbadan shanbagacha bemalol davlat reyslarida ketsanglar bo'ladi. Bundan tashqari Krasnodar shahriga haftaning har seshanba, juma kunlari, Sankt-Peterburg shahriga esa dushanba hamda juma kunlari premyer reyslar amalga oshirilmoqda. Kim ketish istagida bo'lsa yoki kelish istagida bo'lsa, murojaat qiling. Ishonch nomerlari ekranda. Yana Rossiyaning bir qator shaharlari Ufaga, Permga, Yekaterinburg, Chelyabinsk shaharlariga ham reyslarimiz amalga oshirilmoqda. Tanlovda adashmang deb doimo sizlarga chiqib shu reklamalarni amalga oshirmoqdamiz. Ketish, kelish istagida yurganlar esa bemalol murojaat qilib joylarni band qilsalar bo'ladi. Avtobuslarimiz подозрительный лицо bo'lib, birorta yo'lovchi qaytib kelmaydi. Shunaqa komfortabilniy avtobuslarimizda подозрительный лицо bo'lib qaytib kelmaysa, sagarchi tamoyishda отпечатка palsa bo'lmaydi, bemalol kelib ketsangiz bo'laveradi. Ishonch nomerlari ekranda, tanlovda adashmang. Eng yaxshilari sizlar uchun.